Salom do'stlar. Biz bugun klassik playerlardan birini ochamiz. Ko'ramiz bizga kim tushar ekan. Mana ko'rib turganlaringdek men endi birinchisini ochaman, chunki anchadan beri o'ynamadim, video ham anchadan beri chiqarmadim. Buning uchun sizlardan uzr so'rayman. Do'stlar, 400 ga juda ham oz qoldi. Sizning obunangiz bilan men 400 ga yetib olaman. Iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Bu galgi video unchalik uzun bo'lmaydi. Shuning uchun videoni boshlayman. Ko'rib turganlaringdek men 61226 yig'ib qo'yganman. Hozir nima qilamiz? O'ynamaymiz. Mana bu yerdan 1000 ta Dream Point sotib olamiz. 1500 tangaga. Buni bosamiz va bizga 1000 ta beradi. 1500 yevro uzr. Xo'sh, bizga bu yerdan kannavara kerak. Xo'sh, bosamiz endi. Kim tushar ekan ko'ramiz. Kannavara kerak bizga juda ham yo'q. Berkam kelmoqda, Berkam tushmoqda. Umuman kerak emas edi Berkam. Lekin ajoyib tepishlarda ajoyib fintlar va mana yozuvni ham ko'rishingiz mumkin. Berkam degan yozuv turmoqda bu yerda. 1994-yilda ajoyib o'yinlar o'tib kelgan bo'lgan. Mana hozir buni tarkibga qo'yib olamiz. Berkamni futbolchilarimiz yanada oshdi. Berkam. Mana do'stlar, Rivaldo bor bu yerda, Diseli. Hech bo'lmasa Diseli tushishi kerak edi. Endi bizda ancha yig'ishimiz kerak bundan keyin. Mana ko'rib turganlaringiz do'stlar. Mana do'stlar, biz Ronaldoni ham kuchaytiryapmiz. Hozir Ronaldoni kuchaytirib qo'yib videoni tugatamiz. Mana bosamiz. Qani, mana bosib qo'yamiz. Stamina AKga bosamiz. Yaxshi kuchaymoqda Ronaldo. Do'stlar, Ronaldo 600 chiqarishga harakat qilaman. Hozir buni ham bosdik. Kontrol, stamina. Vay! Uchtalik kerak ekanda bittagina. Bunga bersa-chi. Qanday kuchaytirsam ekan buni? 600 buyon. Stamina, speed, kontrol. Yo'q, buni Ronaldoni kuchaytirishga ishlatamiz. Mana do'stlar, hozir kuchaytirib qo'ysa ham bo'lardi, video cho'zilib ketadi lekin. Hozir hisoblab ko'rsak, bunda 2 ta kerak, bunga 8 ta, 10 ta, 14 ta yu 21 ta kerak ekan. Ya, hozir pastga bersak bo'lmaydi. Umuman pastga tushirmaslik kerak. Videoni shu holda tugatamiz do'stlar. To'xtanglar hozir. O'zim futbolchilarni sotib olib hozir. Mana hozir Husanni ham kuchaytirib qo'yaman. Hozir biz bu yerdan futbolchini sotib olsak, hozir qo'yini. Mana hozir bitta futbolchini sotib yuborib kuchaytirib qo'yamiz. Fitnessga. Do'stlar, akkaunt anchagina o'zgargan oldingi videodan ko'ra. Mana hozir Gabrielni sotib oldim va Silvani ham sotib oldim. Sizlarga maslahat beraman, bu ikkala futbolchini sotib olishlaringga. Fitnessga bitta bersak, Husanovga tush. Yo'q, Silvaga tushdi. Bo'laveradi endi. Husanovga tush bitta, yaxshi. Husanov bilan Gabriel kerakli futbolchilarga tushdi. Birinchi bo'lib shularni full qilish kerak. Do'stlar, videoni shu bilan tugatib qo'yaveraman. Do'stlar, agar sizlar shu videoga 150 ta like yig'ib bersalaring, men keyingi videoda aniq mana bu Ronaldoni full qilaman. Heroes karta Ronaldoni o'zi deyarli full holatiga yetib bo'lgan. Men xato qilmasligim kerak, umuman pastga tushirmasam, shunday 600 chiqadi, lekin ehtimoli kamroq. Bo'lsa ham do'stlar, like, obunani bosib qo'yinglar. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr do'stlar. Sog' salomat bo'ling.